Sizlar bilan meni Dilsafarman. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan Azbek Creator bilan uzoq kutilgan video, ya'ni duel bo'ladi. Azba gapirsang bo'ladi. Hamma salom, sizlar bilan Azbekman. Bugungi videomizda biz Dilsafar bilan Dilsa o'ynaymiz. Xo'sh, bu yerda akkauntlar hammasi to'g'rilangan. 7314 ta tanga va 1085 ta olmos bor. Menda esa Chilinini full qildim hozirga. Akkaunti ham 64 lik Chilinisi full, juda ham kuchli va maksimal. Chilinida nechta 100 chiqdi deb o'ylaysiz sizlar? 2 ta 3 ta 100 bo'ladi. 3 ta 100 chiqdi. Maksimal 6 ta 100 chiqara olmadi bu. Hech kim 6 ta chiqara olmaydi. Chiqara olmaydi deysanmi? Ha, kim chiqardi? Ko'plar chiqaradi buni. Dilis yangiliklar Eminov degan yaxshi ko'p chiqargan. 6 ta chiqargan. Men shu videosi bor. Bo'ldim, boshlaymizmi? Farqi 1 2 3 ketdi. Bo'lmasa agar topish kerak do'stlar, internetdamiz, internet qochish ham mumkin. Bo'ldi, boshlaymiz. Sizning stadioningiz ekan. Meni stadionim kichkinagina, loyiqqina bo'ladi bizga uncha. Sening stadioning fullmi? Yo'q, 70 ming. 70 mingda. 70 mingtami? 92 ming bo'lsa full bo'ladi, 75 ming yo'q 70 ming. Meniki shu 12 ming bo'lsa ham katta gap a. 12 ming emas-ku. Bilmadim ya. 11 ming 300 nechta ham bo'ladi sizga. Nima kuchatilmagan bo'lsa, bitta jon kuchatilgan qo'shimcha jon topamda. O, 7-sekundlardan gol. Bellingham urib ketmoqda. Internet juda ham qotyapti do'stlar menda. Qanday o'ynashni bilmayman. Ishonmayapman. Sizga internet qotib turganingizga. Bo'ldi, bemalol ko'r. Ammo internet so'roq degan narsa chiqmasligi mumkin emas. Alisam bu yerda. Tepishda bo'lsa ham burasi hozir shoshilib qo'ygandir-da. Qayerdan bordi-da? Ya'y, bu yerda bekor xato pas berildi. Oddiy bo'tlangan deb o'ylayman. Hech qanaqa afzal. Akkaunti juda ham kuchli buni. Oddiy bo'tlar bo'ladi, o'shalar bilan o'tgan o'ylayman. Va даже sentrdan chiqargan yo'q to'p bilan. O'zi chiqishi mumkin, qochib ketdi degan to'p bilan chiqqan. Vinicius Junior, great run. Mana Xo'sh, Mbappe bu yerda katta tezlik bilan qochdi, to'g'ri. Ko'taradi. Haaland hisobni tenglashtiradi. Haaland hisobni tenglashtirdi do'stlar. Hisob 1-1. Lekin yana hisob ochib beraman. Xo'sh, buni vaqt ko'rsatadi do'stlar. Endi xo'p, Azbek o'yinni boshlab beradi. Har doim to'pni kiritadi maydonga. Voy, bu yerda Hakimiga bekor to'pni berib qo'ydik. Qochdi Mbappe. Yana qochdi Mbappe. Mbappe. Yurish. Comeback do'stlar. Yana biz qaytdik 2-1. Bir revansh mabodoga undan oldin o'zim aytganman. Voy, bu Azbek yutgan do'stlar, to'g'ri, uni ham tan olish kerak. Menda strelka ishlamay qolgan. Strelka Azbek Lamine Yamalda gol urgan, ikkinchi golga ketayotganda meni strelka yurmay qoldi, bo'lsa aniq to'pni to'xtata olardim lekin. Bizning 2-1 bo'lishi mumkin edi, balki ishlamay qoldi juda ham. Endi biz himoyaga yotib o'ynasak ham bo'ladi. Chunki hisob katta. Hisob katta emas. Uncha kattalik emas. Himoyaga Xo'sh, birinchi taym ham o'z nihoyasiga yetdi, 2-1. Endi tarkibni kuzatib olamiz. 50 ekan foizlar. 50. Boshlab bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh do'stlar, endi boshla. Bo'ldi, 1-2. Outda olsang ham bo'ladi. Turli xil yana nosozliklar, texnik nosozliklar bo'lyapti. Shtraf. Nima bu shantajlik? Yaxshi, normalniy. Mbappe qochdi. Hozir qo'lga pas beradi, lekin Chilini o'q qo'yadi. Chilini juda ham zo'rinyapti bu o'yinda. Hali chalgan ham bu, lekin Yaxshi o'yin ko'rsatyapti baribir. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Yomonroq. Qo'ydim. Yaxshi. Lutfullo To'rayev. Bu fin.
Toni Kroos ham topilmaydi hozirchaga. Alisson bu yerda chap qanotga uzatadi. Is this a goal? 2-2 do'stlar. Hisob tenglashtiradi. Hisob tenglashdi yana. Let's see how this Xo'sh, bu yerda that goal has changed the shape of O'zimizga the ishonch game. juda ham Let's see katta. what happens now. Lami Yamal o'tib ketdi. Kim edi? Nuno Mendeshmi? Da. Har doim Lami Yamal o'tib ketadi. Whipped into the box. Husan vay hisob. Oy, Alisson. Men bosmagandim. Yaxshi. The match Mali is eng on time, but xavfsizlari they're deb on the front foot and going for goal. Mendes wins the ball. Nuno Mendes oldi. Vay, pushka. Voy, gol! 3-2 do'stlar. Erling Haaland hat-trick bilan o'zim bilmagan holda tepdim. Do'stlar, nima bo'lsa bo'ldi deb bor budim bilan tepdim, lekin bu gol bo'lmoqda do'stlar. Maylimi bir gol ko'rsak. Vale. Vaqt agar video yozib ketmasa, voy, havoda tepgan ekan. Hali yergan degan ekan. Oy, shedevr gol bo'lmoqda. Time for a fresh player to enter the fray. Xo'sh, yana Voy, nima o'ynashing? sagina pastga bo'lmasa himoyaga yotmasam bo'lmadi, lekin bu yerda bari chalmasdan ham imkonim yo'q edi. Endi bu yerdan urib qo'ysa bilmadim. Vay, qasdimay ketdingiz. Vay, ya. Xo'sh, Lami Yamal bu yerda shtrafnoydan unumli foydalana olmadi. Can they see out the result? Mbappe bu yerda yana qochdi Hakimidan. Hakimi Mbappeni ta'qib qilmoqda. Mbappe tepaga ko'taradi va hisob Hisob ochildi. masdi. Alisson. Do'stlar, bu Varatali's kim? Alisson. Kylian Mbappe. Yana ichkarigaman. Desam barata. Xo'sh do'stlar, yana o'yin ham yana boshlandi. O'yin tugashiga 3 sekund qoldi. Bench. Likely to see some fresh legs introduced shortly. Bu safar endi faqat himoyaga o'tasizmi deyman hozir. Shunday qilmasak ham boshqa iloji yo'q. Yamal looks comfortable. Yo'q edi, lekin bo'lishi mumkin emas. Voy, kim edi bu? Gets it away. Chilini hech kim tanimayapti Chilini. Hisob 3-2 bilan tugadi. Yaxshi o'yin ko'rsatdim va men g'alaba qozondim o'yinda. Haqiqiy hisoblar 4-4 bo'ldi. Chunki o'tgan 2 o'yin hisobida mag'lubiyatga yutganman. Xo'sh do'stlar, bu videomizda Azizbekka ham katta rahmat. Videoga tushib berganligi uchun Azizbekka kommentariyada Azizbekka qarochi obuna bo'lib qo'ying. Uni ham kanali bor. Azizbek hammasi katta harfda Azizbek, ruschasi va R 7. Hammasi ajratib yoziladi. Xo'sh do'stlar, video yoqqan bo'lsa biz xursandmiz. Kommentlarga yozib qoldiring, obuna bo'ling va like bosing do'stlar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr deb qo'y. Hammaga xayr.